Көрüvatqanınlar Şinjan Uyghur Abdunum rayonluq Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsi Əl Nəğməçilər Cəmiyyəti baş olub təşkilləgən Şinjan Pəridiyo Xalqara Savdo Çəklik Şirkəti Tacdarlıqni üstüge alğan Şinjan Pəxri Savdo Çəklik Şirkəti alayida həmkarlaşqan Taşqın guruhi alayida qollagan Pəridiyo Milyard Külkü səhnəsi. Yana küləylima. Hoş, undaq yana alqışlarımız bilan Roza Xunni səhnəmizə təklif qılımız. Mərhəmət. Naiti yaxşı davamlışıp atamdı. Sizlerinin çipirip atkan çavaklarınla bilen, bege medatlarınla bilen keçiligim naiti yaxşı boğatıdı dep qaradım. Pəridiyo milyar külki keçiliginiki endi bugünküge nispeten ikinci bölümü başlandı da. Hiç kim qayıtmay, tala tuzga chiqmay, muşup etip oturup durvatıdı. Men tolımı bir ilhamga kelyaptım hazır. Hamda ustazım Xalmurat akam, endi men gerçi bu kasbni okumagan bolsammo, Xalmurat akam men uchun kecha kunduz o'zining balasidek ajr qilib, kompüterlerimni to'liqlab, herhalde sizlarning oldinglarda ikki tizim titirmay to'g'da qilib qo'ydi. Xalmurat akamga men bir umr xizmat qilsamma, ustozimning menga yetkazgan mehr muhabbatini to'liqlab bo'lamayman. Rahmat aka. Moddiy bir narsa bilan to'liqlashni o'ylasammi, to'g'ri kelmaydi ekan. Shuning uchun aka, mushu menga berilgan chavaklar, mushu gullarning hammasi sana tava bo'lsin. Rahmat. Ümitkam g'ani, men yaxshi ko'rdigan bir akam. Qatnashib, vaqt ajratib berdi, nihoyat bilimlik, yuqori sapaliq. Bizning bu mushu ishlarda Ümitkam, Abshukurkam, Ablatkam, Ablikimkam, Hasan degandek akalarım var. Mushu Xalmurat akamga o'xshash bizga ko'p ajr, ko'p yurgimizga to'qchilik berdi. Hadi Ümitkam 15 yil ko'ngildagi so'zni mang'uzalagan o'g'il bola. 15 yil bu oson emas. Hesapta bir adamga ko'nglingdagi gapingni digina aytsang 15 sekundda tugaydi ko'ngildagi gap. Uni mana qadahlar bilan deysa o ko'ngildagi gapni. Denşteyde 15 yıl tügümegen bu kandak köngül kitan akıl. 64 yıllık köngülümü aşkıdım. Kimseye çıksam neymiş kılamar Rozakhan dedi. Ben dedim, köngüldeki doktorxanada bir doktorga iş koyar. Neyim davalayım dedi. Köngül ağırıklı davalaysa dedim. Cukka hazır vay doyun nurgun köngül ağırık. Çemberek köngül ağırık. Nurgun bimar kelette vay canım Ümit. Oy Ümit vay canım. Ümit bir körü et. Ne buldu ya? Köngülüm ağırık. Aça. O sesip de köngülüm. Kanda kalay. Tatı biteyim mi köngülüngni? Tatı biteyim mi? Ya izim sakam. Bir doğru tippe. Hepsi Rozakhan'ın çakçaklarını kumlaşıp yepe aşıp. Rahmet aka. Mening ağillerimden Kerem Abbas, Enver Azat Elçin, Nicat Veli Yaqub, Murat Muhtar qatarlıq Ürümçideki yaxşı ağillerim qatnashib berdi. Bu Kerem Abbas bu ağinem ustozlarni bek hurmat qildi cho. Bir kuni bir ustoz var, shuni bilan bir so'ringa berib qoldik. Beriblar Keremni, ustoz naqsh etib, kendin Kerem yetish kerak turgan. Biz ustoz akimizning naqshini olib, inin kendi senikini anglaymiz deb tursaqlar, Kerem Abbasdan bir naqsh alsak debdi. Buning tayyorligi yo'q talab qo'ydi dedi. O'diq ketib qoldi ağinem. Balki Mahmudkam Sulaymonning dilaram diye. Shuni aytmoqchiga birinchi kubletni amdan aytdi. İkinci kubletta ketkiz qo'ydi de. Endi unutib qolsa, boshqa atrofdagilarning deb berish mas'uliyatimiz bor. Endi bilganlarning shunaqa. Am odam da unutib qoldi. Har oqshimi mahallangdan ketolmay, avorman visolingga yetolmay deb. Qaytinata yoddan keldi, davatmayman. Her akşam edip yan başladı. Mahallangdan ketolmay. Buna hareketler bak Kerem'den. Avarman visolingga yetolmay. Tusa bir mes. Gangıraysan bir nişkiye yetolmay. Hoş kılıp bir naqshini deb turibdi. Kerem yaman. Menchi bo'lsa hayot degan
Dilaram. Enver Azat Elçin ağaynam sihirger. Sirikçi go endi. Biz Enver yama iqtidarlıq bolqa birnimle aylandırып etip, yuqtып etip, ayal bilen soqışqası ayalını yuqtып etdi. Onsalganda al payda qılıb aldı ki, xotenge oyun qoyup badık. Basaq xotende bir qağazni mudaq pomla qıpla, mudaq bir keptege aylandırып etdi de, kepte çıqırıp edi. Dep çavaşçasaq bir xotalik adam, ay Enver bizgi kepte şorpus çıqırıp burun ha bizge. Yeydiğini de deydi ki. Uyadın atış qıvadık. Beri atışta çang çıqırıp etdi, kort degen, senin qolunda mançilik var, senin qolunda tuz var dep, nəh çıqırıp, bıraktı birisinin 50 so'm pulunu 100 so'mga aylandırıb etdi qara. 100 so'mni 200 so'mga aylandırıb etdi, bir atışqa da ufkam, birleşip bir bank açqan bolsa. Çaqçaq qo'ydim. Ustozimga ko'nglimga rahmatimni aytib oldim, aka, razı bo'lgan degan bilimlaringga. Amsa temimizni bir qo'yib bersanglar, bidraq bir to'qashorimizni yana bir boshlab ketgan bo'lsak. Rahmat sizlarga. Ma temini ko'rdinglarmi? İyilik tiklash deb qo'yib oldik. Endi bu temini ko'rib, Ro'zaxon bu yerga bir iyiligini tiklab beramiz degan taqamanglar. Kulishimizda o'sha temini tutaylik. Endi bu iyilik tiklash deb tem qo'yishlik sabab jamiyatimizda iyilik tiklash qizg'inligi yomon yuqori. Mayli yoshlarni bo'lsin, cho'nglarni bo'lsin, hatto yashanganlarning ichida bir jangovarlik bor-da, iyilik tiklaymiz. Bu endi bizning mamlakatimizga nisbatan yaxshi bir ahvol. Endi oliy maktablarni o'qib, yaxshi natijalar bilan bitirib, katta zo'r iyiliklarni tiklab ketgan iyilik tiklaguvchilarimiz bor. Endi ota-onasidan qolgan hunar kasb, masalan, navoiychilikdimi markalarni yaratib, butun Jungoda iyilik tiklab ketgan iyilik tiklaguvchilar bor-ku. Am bularga rahmatimizni aytamiz, oson emas. Bu zo'r tirishchiliklar bo'lgan ish. Endi iyilik tikildim deb, maning qalpig'ini aning kiygizib, aning do'pisini maning kiygizib, 41 yog'ani etib, haqni qo'yib, o'zini rasvo nurg'un odamni nurg'un xijolatchilikka qo'yayotganlar bor. Uni biz mi ko'ramiz? Endi bu men o'ylab qoldim, bu bek japaliq jarayon ekan-ku bu iyilik tiklash degan. Masalan, nurg'un idrigi odamlarda bulutga bu iyilik tikilsam deydigan. Mening o'sha 21 yosh, 20 yosh vaqtlarimda menga shunday bir o't kirib oldi. İyilik tikilsam deb. Avchaq shaqshaq qilib, ana buni so'rinlar berib, jinimni jon etma. Lekin bir muqim iyiligim bo'lsa, men bir tijoratchi va Ro'zaxon iyiligi bor-ku degan bir ataqlar bo'lsa deb tirishib judim. Kecha kunduz xiyolimda bir iyilik tiklashning o'ti. Onun ustiga bu dadam radiodan iyilik tiklash deganni bir anglab olibdi-ki, qara, bo'ppa dedi dadamga. Ro'zaxon iyiligingni tiklab qo'y, bolam. O apırıplı tiklab oldigan bir nima u deydi. Ya mana qahramonlar g'uljiq bir iyilik tiklabdi deydi o. Qahramon ne qaha deydi endi. Endi shu bir sharoit bo'lsa tiklamadim. Ya abi terishmisan, seni biz shaylarga tikla demidik. İşini aldık olsun, çakan qilib bir iyilik kerak qilib. Tiklab qo'ysan bo'ldi o'ni. Yo, kuyinib deganda o otangni, anangni ko'zining tirigida tiklab oljimu. Dada depamiz, qanday tiklayman? Sen depagini aytsan, tirishib tiklaysan uni. Men nima bilmayman. Akşam radyoda nim dedi? Quruq qo'l iyilik tiklashsa dedi. Qo'ling menda qana deydi. Mana quruqkan qo'l. Sharoiting bakkan qo'l tikilmamcha. Voy, bu gapdan qutulmadim. Uning kendidan tamoq vaqtida azvaylaydi-da bu gapni. Ashtaq bo'ldi-ku tamoq vaqtida. Mana tamoq chiqdi, lag'man keldi. Cho'kini ilib mushtaqlik qildim dadam. Moy cho'nkangni tikilgichi bir iyiligingni tiklab qo'ygan bo'lsam-chi, bilim. Dada, moy tiklab qo'ysang-chi degan gap go'min qildigan bo'lib ketdi menga. Da yostiqda yotgan bo'lsam, pah, yostiqlaringni tek kitan qilib iyilikda qilib yetib ketganlarim qildim. Uyimizdagi kaptalarim bor, shotini qo'yib olsam, moy tuk yo'q kaptalarimga shoti tikilgichi bir iyiligingni tikilsang-chi. Bir kun katak saqaldiq to'qolaga. Katakni qanday qilsayman dedi, sen mushune bilam. 4 bulun qilib yasig'inamış ne? Tikvada aning ichida. Ay tikmi ta'sir qilgan bo'lib ketdi menga. Ya dadan nimda qilsam, men tirishyapman-ku, desam, "Ya dadanga tikilib qaraysan-ku." Voy, qutulmadim bu tikdan. Dada desam, apam so'qish qalamdi deb qo'q ketibdi. Ro'zaxon tikivat. Deydi apam. Başdan ayaqlı tikinin gibi. Bu keçileri xiyal qilib yotaman-da, dadam anglaydigan radioni men angldim bo'lmay.
Bir iyilik tiklep kessem bir iyiligim bozçu ata-anamın aldığında bir yüzümde bir yoruk kısam dep keche xiyal qilib yozsang, ya sadadan ketaylar, shuni ko'rib ketsan ki iyilik tiklash ne? Tushimda işte bir iyilikten tiklayman da, bir mashinadil keldi. Ya Rozaqo, iyiliging keldi ya. Ya jiri sada iyiliging keldi, sen qo'shilib baqirara. Undaq chaqda qo'shilib dehshat qatdi. Voy, amma dehshat iyiliklar keldi juma sağa. Ho, iyigiz, her qizil, yuğan. To'xta, chura arqam bog'lat deyga deb tushirib. Mey qo'yayli, birinchi iyilikni mashakil qo'yayli saqam. Tey kötek taşlat, bunun iyiligini sesiydi zeytat. Sana neye kettim ama 1, 2, 3, 4 iyilik kilit kemene meşege. 4 iyiliğini tiklep meşege, mahkeme kışpışlan iyi tutla sakam. Maşakın şıday, iyilikli kıvet. De özen kirip çıkılan bir iş çıkıp koysa, ama yaşmaksa oşundak düşlerini görüp gitmen de iyilik tiklep. Bir gün dadam bilen süpürge saat attık, süpürge usta dadam. Uma şu dadamın en çok iyiliği.